Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Latifjonov Muhammad Ayubxon, ortoped vertebrolog, umurtqa kasalliklari bo'yicha mutaxassis. Hozirgi kunda umurtqaning eng ko'p tarqalgan kasalliklari osteoxondroz, disk grijasi, umurtqa nostabilligi va umurtqalar gemangiomasini davolash bilan shug'ullanaman. Bular ichida eng ko'p tarqalgani bu bel va bo'yin umurtqalari osteoxondrozi hisoblanadi. Bu umurtqalararo diskda shikastlanish va qon aylanishini buzilishi bilan kechadigan kasallikdir. Bunga birinchi navbatda bel mushaklarini yetarlicha chiniqmaganligi, shu bilan birga boshqa omillar, masalan erkaklarda og'ir mehnat, og'ir yuk ko'tarish, ayollarda homiladorlik yoki umuman ko'p o'tirib ishlash kabi omillar birgalikda sabab bo'lib ushbu kasallikka olib kelishi mumkin. Osteoxondrozni simptomi, belgisi bu beldagi vaqti bilan bo'ladigan og'riqlar hisoblanadi. Ko'pincha bunga ko'p vaqt o'tirish, birdaniga og'ir yuklama, masalan egilish, sakrash, og'ir yuklar ko'tarish sabab bo'ladi. Osteoxondroz ortga qaytmas holat hisoblanadi. Shuning uchun uni keyingi bosqichga, disk churrasi yoki bel grijasiga o'tishini oldini olishga ahamiyat berish kerak. Buning uchun uy sharoitida eng oddiy mashqlar: отжимание press, qorin pressi yoki yugurish, suzishga qatnash. Ayollar uchun homiladorlikdan oldin bel mushaklarini chiniqtirish yoki bel mushaklari gigiyenasiga umuman rioya qilish, masalan egilib turib keskin og'ir yuklarni ko'tarmaslik kabilar, yoki og'ir vaznli kishilarda vaznni kamaytirish kabilar tavsiya qilinadi. Agar sizni ham osteoxondroz qiynayotgan bo'lsa, yuqoridagi kabi belgilar bezovta qilayotgan bo'lsa, unda kommentlarda savollaringizni qoldirishingiz mumkin.